Assalamualaikum. Qadrli do'stlar, hozir bilan meni bugungi bu siyosiy suhbat jurnallar taklif qilganlar uchun Bisharchilik sanoat tashkilotining raisi Osmonjon boshliq bu tashkilotning rahbarlariga a'zolarga rahmat aytaman. Men ham bugun bu Uyg'uriston ozodlik tashkilotining kelgusi xizmati jurnalga qatnashish bo'ldi. Hakikaten memnun oldum. Bugünkü sohbet yığınınki mezmunu hakkında, bununki maksidi hakkında bayağı teşkilat nasıl Osmanlıcan alımcılarına ait olduğunu izah etti. Hakikaten çetelerde yerli vakıfa milli görüşümüzde fikrini birlik keltiriş, hareketini birlik keltiriş, sözünü birlik keltiriş hakikaten mühim. Bununki emekinin köp bayağı dostlarımızın ait olduğundan izahlar etti. Artık izahlar etmişler mi? Qarasak, bugün bu teşkilatınki namı Uyg'uriston ozodlik tashkiloti ekan. Uyg'uriston ozodlik tashkiloti degan gap Uyg'urlar ozod, Sharqiston ozodlik degan gap. Bayım Uyg'ur millatininki milliy kurash tarixi va hozirgi vaziyati haqida olimja Osmonjonlarning aytib izoh berib o'tdi. Men shu fursatda bayonlab turib, bugungi bu siyosiy suhbat programmalarda biz bayram yag'i Uyg'ur deb keldik. Uyghur deb geldik. Teşkilatın namı nümeske koydu. Uygur'un namıyla kurulgan teşkilatken. Sonra bugünkü tunç katımlık siyasi sohbet programımızda bu Uyghur milletçiliğininki Uyghur milletçilik degen zaten nime? Biz milletçilik duyğumuzu yükseltimiz, milli inanımızı yükseltimiz, milli inanımızı yükseltimiz deyimiz. Zaten bu milletçilik, Uyghur milletçiliği degen nime? Bu milletçilik Uyghur milletçiliğininki hazır milli hareketimizdeki ornu zaten kaysi derecede. Bu Uyghur milletçiliğininki hazırlıca bu Uyghur milli hareketi, Şarkı Türkistan milli müstakillik hareketi de tehi hakim mutlaklıkta iki bulanmaslıkınınki sebebi nime? Bunun kutlu kaçanlık kılavatman tosal bulmakta asas amıladı mı? Uyghur milletçiliğine küçeytişimizde dikkat kılışık tigişlik noktalar kaysi. Diğer mezmunu çözümü asasında ben eğer sen de muvaffak görsenler bir kısaca liseye bir geçişini muvaffak gördüm. Bu hafta artıkça bir tayarlığım yok. Çünkü bunların ait nazik bir tema olduğu için biraz sıkıcı bir tezis düzeltken onun taraflı bir sözleşme doğru gelirken hammamizga ma'lum millatchilik bilan vatanparvarlik bir-biri bilan chambarchas bog'lanib ketgan ish hukumat. Millatchilik bo'lmasa vatanparvarlik bo'lmaydi. Vatanparvarlik bo'lmasa mustaqillik harakatimizga atnish qizg'inligimiz bo'lmaydi. Bir-biriga aralashib ketgan ish hukumat. Milletçilik olsa ma'lum bu vatanparvarlikning asosi. Shuning uchun xalqimizning milliy tuyg'ularini kuchaytirish olsa vatan ichi sirtida ilib kirilayotgan milliy kurashimizning eng asosiy vazifasi va nizomlarning bo'lib kelyapti hozircha. Chunki bir millatning milliy aloyiliklarini, milliy an'analarini saqlab qolish va osmonasiya bo'lib ketishining oldini olishda tayinligimiz milli an, milli ruhni uyg'otish va kuchaytirishdan iborat. Milli an va milli ruhning kuchayishiga masalda shu millatninki milli kurash irodasimi tabiiyatda kuchayib boradi. Bu bir-birisi munosabat narsa. Bugungi dunyo literaturasimi millatchilik davlatchilikning asosi. Hamma davlatlar shunday. Albatta men davlatning normal millatchilik. Bugünkü liseyimde Uyghur milletçiliğinden başlayışımdaki sonra bizim ait halen karşılıklı Uyghur milletçiliğini düşünüş meselesi. Ötken 5-6 ziyali buraya yığılıp kaldık. Bu Uyghur milletçiliğinden neme diyen meselesi de sohbet olup kaldı. Beşimizden belge bağısı düşüncesi 5 yıl çıktı. Hiç kalsımız oluşmaydı birbirimizle. Bazımızınki biraz başka milletlerle fırsat gibi ağırlaşkan, biraz radikal milletçilik. Bazımızın biraz Uyghur milletine, aziz başka milletten karşı koyduğum biraz faşizm kıyık etken bir milletlik var.
Yana ba'zimizning qarshi bu pan-islamizmchilik bilan pan-turkizmning o'rtasida qisqa qolgan bir millatchilik bor. Bir millatchilik bor. Shunga hammamizningki bu millatchilik nazariyasi masalasiga kelgan vaqtda qarshimiz har xil kelib, buni birlik keltirmasak, bu Uyg'ur millatchiligini milliy am, milliy to'g'ri kuchaytirishga cho'ng bir daxl so'rayotgan degan tuyg'uga keldim o'zim. Shunga bu temani aytib vaqtda qaraganligim uchun alayda vaqtlarni chiqarib qo'yib so'z oldim. Chunki hozirga qadar bizning rasmiy bir Uyg'ur millatchiligi nazariyasini biz shakllantirib qildik. Biz Uyg'ur millatchilik ekran o'tirib chiqib uzun bo'lib ketdi. Uzun bo'lib ketdi. Hozir milliy harakatimizni ayt muhim bir rolni salmoqni egallab kelyapti. Ama biz bununki to'g'ri sağlam bir nazariy asosini turg'izamiz. Chunki bu nozik bir tema bo'lgani uchun, nozik masala bo'lgani uchun buni sal diqqat qilmasak, ya radikal millatchilikka ketamiz, radikal millatchilik hayotiy qilib fashizmni qiladi. Fashizmning bugungi dunyoda hech bir o'rni yo'q. Dunyo tarafidan tadqiq qilayotgan bir ideologiyaga qarshi. Xuddi odatdalikqa bir tomoqqa tuz zaten tomoqninki ta'mini ko'zlagan narsani aytmaydi. Tomoqni tuzini jasirlasak, tomoqning ta'mi buziladi, shakar qilib qo'yamiz. Bu millatchilikmi shunday. Millatchilikmi shunday. Chunki millatchilik shunga o'xshash salpalli aşırı yetib qolsak, radikal millatchilikka kelib ketamiz. Radikal millatchilik oxirgi faşizmni taraf qiladi. Dunyoda buning misollarini aytib ko'p. Demek, milletçilik özümüzdeki tarihi enanelerini, yani özümüzden bir vaqtida Uyghur milletinin tarihi enanelerini, milli alaylıklarını, milli miraslarını, milli kıymetlerini, vatani ve halkınınki birliki ve bütünlükini qo'lda qilish doirasida olib ketmaslik kerak. Bu doirada olib ketmasligimiz kerak. Yani özümüzdeki, öz milletimizdeki bayılmayan deb o'tgan qimmat qarashlarni qo'lda qilishni olib ketmaslik lazım. Növbette biz öz milletimizni, navbat zakarcan biz bu Uyghur milleti ezeyaz. Dep başka milletlerine korkuş, başka milletlerine yaşaş ve ravajlanish hakkını inkar qilish, özümüzün milli alaylıklarını başka milletlerge zorlab tingish ve özümüz yaşayotgan muhitda başka milletlerini osmonasiya qilib özümüzge qo'shilish xohishini tashviq targ'ib qilsak, uçakta biz milletimizni felaket ve felaket yüzlendiriş durduğun faşizmga yoluga qarab mangan bo'lamiz. Bu noktadan ayta qatqilish tegishli bu nokta. Hem de biz Uyg'urlar kelsak, bazı tarixiy sabablar tufaylidan bizde milletçilik hukumi biraz kechikib shakllangan. Uyg'ur milletçiligi ideyasiniki kechikib shakllanishi vatanparvarlik ve davlatchilik ideyasining kechikib shaklanishiga sabab bo'lgan. Aslında bugün bizdeki tarihçi dostumuz Tosun mükemmel işte. Aslında o tarihi noktadan bu Uygur milliyetçiliği, Şarkı Türkistan milli müstakillik hareketleri ne için bizde vatanperverlik ene, milletçilik ene duygusu biraz geçmiş şekillerinde. Bunun tarihi sebepleri ne için bizde vatanperverlik biraz geçmiş şekillerinde, ne için bizde yurtbazlık eğri, bölünüş eğri ideoloji diyetti. Bunun tarihi sebepleri ne? Bunun tarihi noktadan tutup biz Allah Peygamber'in ayet yapışılattı. İnşallah keyin katımda söhbetlerde tarihçi dostumuzun bunu tarihi noktasını sizlerle izahlandırışga tirişib. Mentakatı veya siyasi nokta nazar bo'yicha izahlaştırışıma. Hamda hali ko'plab Uyg'ur ziyolilarninki bu masalada o'xshash bir tuyg'usi bor hamda. Ko'plab Uyg'ur ziyolilari haqiqiy Uyg'ur millatchiligi bilan Şarkı Türkistan müstakillik nazariyasiga tayangan vatanparvarlik ideyasiniki Uyg'urlar orasida 1949 yildagi Kommunist Xitoyniki ishg'oldan keyin asosda shakllanishga boshlaganligini va 90-yillarniki o'tirib kelganda yuqori pallaga chiqqanligini. Undan burun Uyg'urlar orasida yurtbozlik tayangan yurt hukuminiki hukm surganligini bayon kelmoqda. Albatta, men bu shu fikrda Xitoy kommunistlarininki cheklanishgan bisim ve zulm siyosati Uyg'ur xalqininki millatchilik ham vatanparvarlik tuyg'ularininki uzluksiz kuchayishiga sabab bo'ldi. Milliy birligimizni oshirdi, xalqimizni butunlashtirdi. Chunki Xitoyning assimilyatsiyasiga qarshi o'zimizni qo'llashga eng asosli qural
milliy ong, milliy tuyg'u, milliy irodani oshirish. Shundaqmi mustaqillik nazariyasiga tayangan vatanparvarlik tuyg'ularini kuchaytirishdan iborat edi. Yaqinqi zaman tariximizni nazar solganimizda vatan ichi va sirtida Uyg'ur millatchilik yaqinlikki sobiq Sovet ittifoqi parchalanib, biz bilan qondosh ham dindosh hisoblangan qozoq, qirg'iz, o'zbek, turkman, azeri, tojik qatorliq millatlarniki orqa-orqadan mustaqillikka erishgan 90-yillarning 5-dan e'tiboran qaydam-qayd kuchayishga boshlaganligini ko'rishimiz. Afsuski, Uyg'ur millatchiligi erkimini sog'lom taraqqiy qildirolmadi. Xitoy hokimiyatniki Uyg'urlar bilan boshqa yerlik millatlar o'rtasida sunniy ziddiyat urug'ini chechishi, yana shundaqla O'rta Osiyo jumhuriyatlarida bosh ko'tarib chiqqan cho'ng qozoqchilik, cho'ng qirg'izchilik va cho'ng o'zbekchilik qatorliq eqimlar tufaylidan bu yerga Uyg'urlarniki siyosiy, ijtimoiy, ma'muriy jihatlarda chakka qilishi vatan ichi va sirtida qisman radikal Uyg'ur millatchiliginiki o'tirishga sababchi bo'ldi. Chunki hammaga ma'lum, bu O'rta Osiyo jumhuriyatlari mustaqil bo'lgandan keyin butun Uyg'ur xalqi vatan ichi sirtlikni aytib suygan, himoya qo'shib olgan. Mustaqil bo'ldi. Xudoyim bo'lsa, bizim shu kunlarga erishmaydi. Chunki ular bizning qon qarindoshlarimiz. Ammo qanday bir davlatda o'tkinchi davrga o'tgandan keyin mustaqil bo'lgandan keyin bu yerda millatchilik kuchayib ketgan. Asli to'g'ri, shu davlat manfaati, shu davlatning xalqining manfaati uchun millatchilik to'g'riligini kuchayishi to'g'ri. Ammo bizning O'rta Osiyoda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizga nihoyat zo'r bir besim o'tgan. Bayrab o'tgandek nurg'un ziyolilarimiz ishdan haydaldi, xizmatini orlib qoldi. Shu jumhuriyatlarda hali yuqori darajadagi parlamentda vazifa bajarayotgan nurg'un qarindoshlarimiz vazifasidan uzoqlashtirildi. Ana hozir qaytgan bo'lsanglar, hozir 60-yillarda ikkinchi qatim, birinchi qatim cho'ng ijrat chiqqan bizning O'rta Osiyo qarindoshlarimiz hozir majbur holda shahar boshqa ko'rib chiqqan cho'ng qozoqchilik, cho'ng qirg'izchilik, cho'ng o'zbekchilikniki radikal millatchilikning shartga tushib, hozir yana ikkinchi vatanni tashlab, hozir bu chetlarga ijrat qilib chiqishga majbur bo'ldi. Bu ayniqsa buningki ziynni shu yerda yashayotgan qarindoshlarimiz ko'rdi. Tabiiy holda u yerda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan bu radikal millatchilikka nisbatan bir bo'shab kelib qo'yapti. Shunga hozir qaraydigan bo'lsanglar, Uyg'ur millatchilik ideyasi eng kuchli mavjud bo'lib turgan yer yana O'rta Osiyo Uyg'ur, O'rta Osiyodagi Turkiya Jumhuriyati. O'rta Osiyo Turkiya Jumhuriyatlarining Xitoy hokimiyatining Uyg'ur milliy harakatini bostirish harakatiga o'xshamagan darajada moslashib berishi, Uyg'urlarning Uyg'urdan boshqa do'sti yo'q deydigan tushunchani asos qilgan pan Uyg'urizm yakunininki maydon kelishiga sababchi bo'ldi. Chunki asli bu tushuncha mayli xato. Bu Uyg'urdan boshqa do'sti yo'q degan gap Turkiyada paydo bo'ldi, keyin qancha yil bo'ldi. Asli bu pan Uyg'urizmlar jilatlarni o'tirib qo'yilgan bir fikrda, shu vaqtda Turkdan boshqa do'sti yo'q degan. Buni keyin bizningki ba'zi qarindoshlarimiz buni mayaqqa o'rib, Uyg'urdan boshqa do'sti yo'q degan bir shuarga aylantirdi. Hakikaten bu xatarlik bir shuar endi. Yana bir jihatni olganda, noyati sog'lom va normal asosda tayangan holda shakllanishga boshlagan Uyg'ur millatchiligi Uyg'urlar orasida asrdan buyon mavjud bo'lib kelayotgan va hozir ham Uyg'ur mustaqillik harakatida o'zining ta'siri va kuchini saqlab kelayotgan pan islomizm bilan pan turkizm ideyasininki ideologiyasini o'rtasiga qisilib qilib, xalqimizning va milliy harakatimizning umumyuzlik va o'rtaq bir qimmatga qarshi aylanadi hozirgacha. Yillardan buyon milliy harakatimizning ichki qismida vatanimizning nomi haqida Sharq Turkistonmi, Uyg'uristonmi degan temada davomlashib kelgan o'rinsiz tartiblarmi bu nuqtani isbot etmoqda. Albattaki tarix nuqtadan qaraganda pan islomizm bilan pan turkizm ideyasi Sharq Turkistondagi milliy mustaqillik ko'rishida xalqimizningki eng asosiy ideologik manbasi va yetakchi ideya sifatida nihoyat muhim va ijobiy rol o'ynaydi. Buni inkor qilmaymiz. Vatanimizda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalq mustamlikchi kuchlarga qarshi bu ichki ideologiya asosida birlashdi. Va
Mörünün mörü getirip kuraş kıldı. 33 yıl kurulgan ve 44 yıl kurulgan Tuncu Cumhuriyetlerimiz mi? Muş iki ideologiya asası birleşip kuraş idi. Bunu mesuliydi. Gözlerim biraz ağız kapılmıştı. Demek aynı çağda bu iki ideolojiyanın mühimliğini, aynı çağda bu ikinci Cumhuriyet kurulduğu vaxtıda İlhan Törler, çünkü ikinci Cumhuriyetimizin prezidentlik milli rehberliğinin İlhan Törler'in destekli hayallarını şu sağlayıcılar kaldırıcı ideoloji hissetti. Sovet İttifakı bu ideolojiyanın xatarlik ideologiyada farkın için şu İlhan Törler'ni ikinci Cumhuriyet inqilabımızı mecbur uzaklaştırgan. Bunun xatirini şu vaxtda Sovet İttifakımız tunib etken, ama bu ideologiyanın şu vaxtdaki ikinci Cumhuriyet'in sonuçta gösterken rolünü, tarihi tepkisini elbette inkar kılmayız. Elbette, ben bayım hep ötmek şunu mayırlaştırma. Pan-İslamizm ve Pan-Türkizm ideyasiga karşı emasman. Milli görüşümüz bunun keyin bu iki ideologiyanın ta'siridan mustasno bo'lmaydi. Ama bu iki ideologiyanın milli görüşümüzdeki hakim mutlaklık Uygur milletçiliğe dayanan müstakillik görüşünü yetekçi diye yapılan demokratiya ve kişilik hukukun asası şuar en basit kılan nedriye asasını sorumlu çıkışımız lazım. Çünkü Pan-İslamizm ve Pan-Türkizm ideyası milli hareketimizdeki tarihi vazifesinin asasiyetini tamamlap oldu. Onun üstüne bugün dünya vaziyetinde yukarı iki xil ideologiya dünyanın asası hükümet tarafından ancak karşı elinlikte tutulmayan bir ideologiya. Uygur milletçiliğinin mukumluğu, zürrülüğü ve karatınlık hakkında yukarıda topluluk ettim. Hem de bunu halkara vaziyetke ve vatanımızdaki ihtiyacına ve davayımızın ihtiyacına masalda sağlam terakki kıldırışta dikkat kılışık degişlik noktalardaki ki karıştırımını kıskıca şeride bötmek için. Nimelerge dikkat kılışık Uygur destekini bir şey yaptı. Hiç şüphesiz ki bugün halkada teklimattan Uygur meselesi mahiyet cihette Şarkı Türkistan'da Uygurların asas kılan bütün yerli halklarının ki hakkı hukuk davasıdır. Bu ihtiyaç ideya meyler. Bu coğrafyada yani bizim vatanda bu coğrafyada meyli nüfus ziyaretin olsun ya ki devlet kuruş asas ziyaretin olsun Uygurlar asas salmakını teşkil kılgın için tabi halde Şarkı Türkistan'daki milli müstakilliğini esnek keltiriş kürüşüdü mü yani Uygurlar yetekçilik ve başlamcılık rolünü oynatmakta. Gerçi Orta Asya'daki Türkiye Cumhuriyetlerinin müstakilliğinin Şarkı Türkistan'daki Uygurlardan başka yerlik milletlerinin Şarkı